Yaxshimisilar? Sizlarga so'z bergandek Saturn bilan Neptunning juftlashishini yoki Saturnning Qo'ch burchiga kirgan mazmun to'g'risida so'zlayman deb so'z bergandim. Shu to'g'risida oldinlari turibdiman. Saturn o'zinglar bilasizlar, Saturn zodiakni 29-20 yil, taxminan 30 yilda bir aylanib chiqadi. Har bir buruşda 2,5 yil atrofida. Bularning retro vaqti, u bularni hisoblab chiqqan vaqtda har bir buruşda 2,5 yil taxminan turdi. Andan keyin zodiakni 29,5 yil, 30 yilda tugatadi. O chog'da bu Saturn bizning 12 buruşni aylangan vaqtda bizning 12 uyimizni aylanib chiqadi taxminan. Ba'zi astrologik xaritalarda ba'zilarning qistirılgan buruch deb chiqadi. Uylarning nemisini nima qilganda, uylarga ayrilgan zaman cho'qim bir uy cho'qim 30 grad bo'ldi degan gap yo'q. Ba'zi buruchlar qistirılgan bo'ldi, ba'zi uylar cho'ng bo'ldi, ba'zi uylar kichik bo'ldi degandek. Shundag'anda Saturn zodiakni 30 yilda aylanib chiqsa taxminan, Neptun bir zodiak turini 165 yil tamomlaydi. Shundag'anda har bir burchda taxminan 14 yil atrofida qoladi. Saturn bilan Neptunning juftlashishi odatda har vaqtda bo'lmaydi. Odatda taxminan 36 yilda bir burchda juftlashadi, ko'rishadi bu ikkisi 36 yilda bir. Ammo ham bir burchninki bo'libmi qo'shqa burchini nemishqa biz mo'yim deb qaraymiz degan vaqtda qo'shqa burchi bu zodiakninki boshlanish nuqtasi. Zodiakning boshlanish nuqtasi ham atiyaz faslining boshlanishi zodiakning birinchi burchi qo'shqa bo'ldi. Ikkinchisi buqa, uchinchisi ikizlar degandek shundoq 12 tur bilan mangdi. Endi qo'shqada bu Saturn kirgan vaqtda Saturn odatda tibbiy nuqtadan aytgan vaqtda butun badanninki skelet organlarini ko'rsatadi, skeletlarimizni ko'rsatadi, badanning skeletini. Andan keyin badanimizdagi kontrol, hormonlarning kontrolini bu Saturn ko'rsatadi. Saturn odatda men o'xshatgan vaqtda zolim o'qituvchi degan, hamda hayotimizdagi eng bizni oldimizga mangdiradigan, qilmasak bo'lmaydigan, mushu o'tgandan o'tmasak hech qanday ishimiz amalga oshmaydigan shundoq bir o'xshatish bo'ldi Saturnni. Demasmi Saturn har bir burchga kirgan vaqtda u burchlarda bir vazifa ustiga keladi. Chunki u vazifani qilmagan vaqtda oldingizga mumkin emas, mangolmaysiz. Saturn yana birisiga oshqozon osti bezini ko'rsatadi. Oshqozon osti bezininki nemishqa oshqozon osti bezini ko'rsatadi degan vaqtda darhol bu organning o'zini ham ko'rsatmaydi, ammo oshqozon osti bezi bizga bu Saturn qisitlaydi bir nimalarni, qisidi bunida qisilchilik uchraysiz dedim-ku, Saturnniki meni hisoblab nima qilgan. Saturn pankreatikni ko'rsatgan bilan pankreatikniki oshqozon osti bezininki hormon ishlab chiqardi. U hormonnimi xuddi kortizon deb qo'ymiz-ku. Shuni ishlagan vaqtda nihoyatda o'lchamlik bilan ishlaydi. Uni sistemlik o'lchamlik bilan ishlaydi. Har insonninki hormon ishlab chiqarishining hammasining kontrol Saturnning qo'lida deb qo'yamiz endi. Shuningga o'xshash bu hayotning kontrolimi Saturnda. Saturn odatda biz o'zimizning badiiy tili bilan aytgan vaqtda taqdirning taqdir shundoq ekan deb qo'yadigan gaplarimiz bor. Shuningda taqdirning siniqi. Saturn taqdirning siniqi bo'ldi. Shuning o'qituvchisi. Siz bu taqdirning siniqidan o'tish uchun sizga tushgan vazifangizni, mas'uliyatingizni ado qilishingiz kerak. Agar ado qilmasangiz, sapdan qolasiz, hayot sepidan qolib qolasiz. Andan keyin masalan Saturnda odatda masalan oz yegan odam, tatliqni oz yeysangiz, yemakni oz yeysangiz degandek uzun ömür ko'rishning usullari. Mesela Saturn yana birisiga zamonni ko'rsatadi. Ömürning uzun qisqaligi Saturnga bog'liq. Andan keyin Saturn karmaga bog'liq deymiz. Karma degan shu taqdir. Masalan,
Bir Allah bizni yaratgan vaqtda aldı bilan Saturndan ötüp bu ananing qarniga tushidi. Saturnning siniqidan o'tolmagan ananing qarnida tusholmaydi amalga. Мәсәлән, бу бакларныкины мәсәлән медицинада карасаңыз, э, бу спермадан сперм белән тугымданники иккисенең берләшкәндән кин чукым алды белән умыртка пайда булды го. Умыртка пайда булгандан кин бер балага кийин жан кирди. Умыртка пайда булып, андан кин башка нәрсәләр аста-аста булды. Ләкин беренчисе умыртка. Умыртка, şu umurtqa, süngək, həmmisi dişlərimizdən tartıb, həmmisi muşu Saturn'u göstərir. Anadın ki Neptun. Neptun degəndə, Neptun bizninki bu ikkilisi kollektiv gezegen. Bu ikilisi de özgürüşlər bolğan vaqtda dövlətning siyasətləri, dünya xarakterlik işlər boludu. Əmdi Saturn'da şundaq həm kişisel, həm kollektiv. Әмді Нептунда қандақ болды деген вақытта Нептун біздіңки арзуларымыз. Hayatımızdaki ilgirki günlerde mındaq bolsa, andaq bolsa deb xiyallarını sürümüz qo, şu xiyallarımız Neptun. Anadikin bəzide xiyallarının içinde çöküp yoqap gitimiz. Bəzide xiyallarımızı əməlgə aşırış üçün yügrəyimiz. Mücadele qılımız, hərəkətə ötümüz degəndək. İnsanın arzusu olmasa, xiyalı olmasa, bir işlərini etməğanmaydı. Çoğun işlərini qığa insanların bütünlәй özünün xiyalını əməlgə aşırış üçün şununla hərəkətə ötkən insanlar çoğun işlərini qılalaydı. Hayatınızı güzelleştiriş için şu Neptun, güzelleştiriş için arzu armanlarınız yetiş için hareket güçsüz o şu xiyalınız olmasa, anadikin arzularınız olmasa şu hareketke ötənməysiz. Onun için Mars'ın ait mühim. Xiyallarımız için mesela bizning bir çılgın zamanlarımız buldu mesela 18-19 yaşlarımız. Çoğun kelgüsüde anda qılma deydigan, kelgüsüde manda qışım bolsa deydigandek arzularımız. Şu arzularımızın hepsini ötüş için bir kallığınızda bir resim bolmasa, şu resimge yetiş için xiyalınız bolmasa hareket nima o'ngshab qilolmaysiz, shunga o'xshash. Neptun odatda bir burchda 14 yil turdi deymiz, ammo Neptun dastlabki sizning burchingizga kelgan vaqtda siz uningda ancha nim qilib bo'lolmaysiz, his qilib bo'lolmaysiz. Asta-asta 14 yil ichida nima bo'lgan, nima bo'ldi, qandaq bu Neptun yana birisiga xatolikni jiq o'tkazdi. Inson Neptun o'zining burchiga kelgan vaqtda xatoliklarni eng cho'ng o'tkazgan vaqtlar shu. Bilmay turib qilasiz. Ammo uni bilgan vaqtda ha mundaq qilib ekanman degan xiyollarimiz bo'ldi. Shunga o'xshash ammo xatolik o'tkazmasangiz tajriba savoq bo'lmaydi. Xatolik o'tkazgandan keyin tajribalik bo'lsiz, undan keyingi xatoliklarning oldini oldi degandek. Hayat musofasida xatolik o'tkazmaydigan odam yo'q. Şoňa Neptunninki güzel yerlerim var, ammo diqqat qilmasangiz, xiyollaringiz, xatolaringizning ichida o'zingiz pushmon qilib qoldigan ahvollar ko'p bo'ldi. Ammo xatolikdan hech kim o'zini ololmaydi. Chuqum o xatoliklar bo'ldi. Xatolikni o'tkazgan sari tajriba savoqingiz bo'ldi degandek. Saturn bilan endi Neptunning juftlashishi degan vaqtda Saturn masalan chek-chegara o'zingizning qurollaringiz, masalan mening mundaq qurollarim bor, mundaq shartlarim bor, o'zingiz qo'ygan shartlaringiz, o'zingiz qo'ygan vazifalaringiz, ustingizga tushgan vazifa, mayli sizning o'zingizga qo'ygan vazifangiz bo'lsin yoki boshqalarning sizga bergan vazifasi bo'lsin, hammasi Saturn bilan munosabat. Saturn har bir burchga kirgan vaqtda shu burchlarga oid shu shakllarda bo'ldi, ammo Saturn qaysi burchda eng yaxshi kuchini ko'rsatdi deganda O'g'loqda, Qo'vda. Ikkisiniki asosliq sahibi Saturn bo'ldi. Shunlashqa O'g'loqda hukumatning qo'li kuchlik deymiz-ku. Qo'vdagi Saturn xalqning qurollari bor, xalqning o'ziga tushliq nemisi bor, tuzumlari bor degandek. Andan keyin Qo'vda texnologiya jihatda
bek yaxshi ылгы. Cho'ng alayida texnik nimalarga toza kuchini ko'rsatgan, texnologiyada kuchini ko'rsatgan vaqtlar, bo'libmi professorlar, injenerlar hammasi qo'lidan chiqadi. Qo'lda endi kerak digital mushu sun'iy aql degandek ashuningda Saturnninki, qo'ninki mo'yim. Anandan keyin bu o'g'loqninkida o'g'loq to'pi turiga kiradi, to'pini tuproqni ko'rsatadi. O'zinglar o'ylab beqinglar, masalan, Oğlak'ta Saturn hazır Qo'shqorga kirgan bo'lsa 2,5 yil, 7,5 yil burun Oğlak'tı. 7,5 yil burun nima ishlar bo'ldi? 2026dan 7ni avtdim. Avvatsangiz 7ni avatgan vaqtda qanday bo'ldi? 2018lar nima ishlar bo'ldi? Shundan qarasangiz, hukumatning qo'li qanday kuchlikdi? O vaqtlarda hukumat bostirishlar qanday bo'ldi? Shundan bilib olasiz. Andan keyin o jarayon 2,5 yil bo'ldi. 2,5 yildan keyin asta-asta qo'yib berdigan ishlar chiqdi. 2020dan keyin. Andan keyin 2020da bu qovuni biz xalq dedik, omma dedik. Ommalarga nima yetkizdi bu chog'da? Omma qisilib qolgan vaqtlar bo'ldi, masalan, Saturn kirgan vaqtda. Qanday qisildi degan vaqtda kasalliklarimiz so'nib qoldiku. Korona chiqqan vaqt bu qova yana birsiga havoni ko'rsatdi. Erkinlikni ko'rsatdi. Erkinligingiz qisildi. Xotirjam bir talalarga chiqarmadingiz. U korona 2,5 yildek bo'ldi. Andan keyin Saturn mana 2,5 yil beliq tutdi. Beliq tutgan vaqtda qanday bo'ldi? Beliqdagi vaqtda beliq odatda Neptun bor. Neptun bilan Saturn beliq burchida bir uchrashdi. O chog'da koronaga nima chiqdi? Yimyolar chiqdi, dorilar chiqdi. Beliq ijod bu narsalar bo'ldi, lekin beliqning qarshi tarafida bashaq bor. Bashaq bo'lgandan keyin beliqlar odatda doktorxonalarni ko'rsatadi. Andan keyin boshqalarga xizmat qilishni ko'rsatadi. İnsanlarninki masalan Neptun beliqda bak yaxshi ishlaydi. Xiyol qilish kuchimiz. İnsanlar o'zining xiyol qilish kuchimiz Neptun yana birsiga dorilarni ko'rsatadi. Dora andan keyin davomliq ichayotgan kronik, masalan, davomliq mushuni ichmasangiz bo'lmaydigan, masalan, yidov suv urdigan, andan keyin masalan, bir og'riq kasallarimiz bo'lsa, kronik mancha yil uzun. Shuning dorilarini ko'rsatadi. Shunda bo'lib shu Neptun endi Qo'shqorga keldi, Qo'shqorga kirib bo'ldi. Qo'shqorning hozir 0 darajasidami? 2026. Hozir 0 darajasini 32 daqiqada. 2026 mana hozir 2-oyning 14-kuni, Söygüler kunida Saturn Qo'shqorga kirdi. Bu Saturn bilan Neptunning juftlashishi odatda bo'libmi bu 0 darajada bundaq juftlashishi nodir, oz ko'rinarli bo'ldi. Odatda mushu Qo'shqorda juftlashishi 320 yilda bir bo'ldi. Bu 1700-yili, 1703-yilmi shundaq vaqtda Qo'shqorda bir uchrashgan. U chog'da 0 gradusda emas, 8mi 9 darajasida uchrashgan. Odat 36 yilda bir burchda uchrashadi, ammo Qo'shqorda emas. Masalan, 150 yil burun masalan Neptun bir zodiakni bir Qo'shqorga kelish uchun 165 yil ketadi. Bu 165 yilda, bundan burungi 165 yilda bu Neptun Qo'shqorga kelgan bilan u chog'da Saturn boshaqdimi, shundaq boshqa bir burchda. Chunki Saturnning bir aylanib chiqish uchun taxminan 30 yil ketadi. 29,5-30 yil atrofida. Endi Saturn
sizni qısıtlaydigan. Saturn sizga nemisi bo'lmasa, amaliyotchanligi bo'lmasa, disiplin bo'lmasa, sorumluluk, vazifani ustiga olmagan insonga mukofot bermaydi. Agar siz vazifani ustingizga elib, o'zingizning vazifasini bilib, masalan, tirishchan bir o'quvchi bo'lsangiz, o'rganishingizni qilgan, darslarni yaxshi yakin qilgan, bundaq saqlagan, yaxshi o'rgangan, o'zingizning vazifasini ado qilgan bundaq o'quvchi bo'lsangiz, oxirida uning natijasini cho'ng diplomlarni ilib natijalarga erishsiz. Shuningga o'xshash Saturnning bergan diplomsini, Saturnning bergan mukofotini qo'lingizdan hech kim ololmaydigan umringizning oxirigacha yetadigan diplom berdi. Shunlashqa har qanday vaqtda o'zingiz bir vazifalarni elishdan qo'rqmay men olaman deydigan bo'lsa nihoyat yaxshi. Endi bu qo'shqarninki 0 darajasida 2 oyning 14-kuni soat bu yerga qarasak, soat Salzburg vaqti soat 4dan 1 minut o'tgan vaqt. Bu vaqtda Saturn 0 grad qo'shqarga kirdi. Saturn qo'shqarga kirgan vaqtning o'zida bildirmasmi, lekin balduroq uning shapisi kep bo'ldi. Buningda bu qo'shqa odatda o'rin emas. Qo'shqa bir ishlarni qilishdan qo'rqmaydi. Qilaman deblam chiqadi. Neptun endi qo'shqaga kirgan vaqtda qo'shqalarning kallasini biza egizpas qilib qo'ygan yerlar bo'ldi. Neptun bak xiyolning ichiga cho'kib ketadigan, ajoyib xiyollarni qilib ketadigan bo'lishi mumkin. Arzularni yuksak arzularni qilishi mumkin. Ammo buni qilish jarayonida xatoliklarni o'tkazib qilishi mumkin. Bu Mars bo'lgan vaqtda bu qo'shqarning vakili Mars. Mars odatda badanningki qon, muskul, shu jihatlarni ko'rsatib, sizningki harakatga o'tish shaklingizni ko'rsatadi. Sabrsiz bo'ldi qo'shqa. Qo'shqa yana birsiga meditsinada qo'shqa burchi bizning shu ingakdan usti tarafni ko'rsatadi. Ingakdan usti taraf deganda, masalan, bu yerda nimalar bor desangiz, Saturn kirgandan keyin ingakdan usti taraf tish, suyak, bosh, masalan, chosh degandek mushu ingakning usti taraf. Mush taraflarda Neptun bir chorlarni izlaydi. Neptun tog'larni eritadi. Neptunniki endi eriydigan. Nemishqa desangiz, Neptun dengizlarni ko'rsatadi emasmi? Tog'ni eritish uchun dengiz suvi eritadi, uning kuchi yetadi tog'ga. Shundoq bo'lgan vaqtda bu Neptun sizga ko'rinmaydi. Masalan, bir xiyolingiz bo'lsa, shu xiyolga yetish uchun darhol bugan qupoplam harakat qilsangiz, uning unumi bo'lmaydi. Ammo bir 10 yil, 10 necha yil o'tgandan keyin el xiyol, men kichigimda shunday xiyol qilatdim, shu xiyolimga yetdim deysiz. Shunga o'xshash uning bir jarayon ketdi 14 yil. Bu qo'shqadagi birlashishi 0 darajada birlashishi, ikkisiniki endi tam ikkisi birlashgan kun 2 oyning 20si. Ammo 2 oyning 14i Saturn kirdi bu yerga. Kirgandan keyin okey, qo'shqaga keldi-da, kelgandan keyin bu qo'shqada bu yoshlar bundan keyingi nihoyatda bir bo'lsa aldirang'u bo'ldi, yana bir bo'lsa qo'rqinchoq bo'ldi. Qo'rqinchoqlik bilan aldirang'ulikning o'ttirisini tanlay olsangiz, ham qo'rqmay, aldirmay harakat qilsangiz, xiyollaringizga yetasiz degan gap. Shuna bo'lganda bu Neptun bu yerda Saturn bilan juplashgan vaqti odatda davomli uchraydigan undaq nima emas, lekin nihoyat qadrlashga arziydigan bir vaqt endi. Neptunningki odatda yer sharidan uzoqligi 4,5 milliard kilometr. Yer sharidan Neptunning uzoqligi. Bu zodiak bizning quyosh sistemamizda 8-planet. Andan keyin bu taxminan endi bu orliqi muqim mushundaq bo'ldi degan gap emas. Taxminan eng yaqin bo'lgan vaqtda yer shariga 4,3 milliard kilometr. Eng uzoq bo'lgan vaqtda 4,7 milliard kilometr bo'ldi. Endi Saturn bizningki zodiakningki 6-burchi. Bu dunyodan uzoqlik darajasi
birde 4 milliard kilometr. Ammo eng yaqin bo'lganda 1,2 milliard kilometr, eng uzoq bo'lganda 1,7 milliard kilometr bo'ldi. Endi Saturn bilan Neptunning oraliqi qanchalik degan vaqtda 4,5 milliard kilometr. Saturn bilan Neptun. Shunday bo'lganda bu Neptun bilan Saturn ikkisi juplashdi degan vaqtda bu ikki gezigan hargiz shu zamatlam juplashib bir oraliqqa kelmaydi. Bu ikkisi bir tuzsizlik ichida oldi keyni bulab, masalan, xuddi mening oqimga birisi o'tsa, bu ikkalan bir tuzsizlik ustida bo'ldik degan gap. Bu ikkisi Neptunning 0 darajasida birlashidi. 0 daraja 44 daqiqa. Shuningda birlashidi. Shunda bo'lganda bu qo'shqaninki 0 darajasi har ishning boshlang'ich vaqti. Bu vaqtda boshlagan ishlar uzun muddat ichida sizga cho'ng yaxshiliklarni olib keldi endi. Yaxshilik deganda sizning hayotingizda qolib qolgan, avlodingizdan avlodingizga qolib qolgan, shundoq bir masalan tonildigan degandek. Agar jasorat qilib ustiga manga olsangiz, vazifani ustingizga ola olsangiz, xiyollaringizning ustida manga olsangiz, nihoyatda yaxshi vaqtlar. Odatda har vaqtda keladigan narsa emas bu. Bu ikkisi juplashgan vaqtda ikkinchi ayni 14 masalan Saturn shu qo'shqonga kirgan vaqtda qo'shqonning 24 darajasi yuksaldi. O chog'da jasorating bormi? Oldinga qarab manga olamsan? Sorumlulukni ustingga ola olamsan? Mas'uliyatni ustingga ola olamsan yoki mas'uliyatdan qochamsan degandek shu ifodani ifodalaydi. Neptun u yerda Memuba degandek bu vaqtda buningdan keyingi bu Mars odatda 30 yosh atrofidagi yoshlarni ko'rsatadi, erlarni. O vaqtda buningdan keyingi yoshlar nihoyatda bu yer shari uchun, hozirgi vaziyat uchun nihoyatda cho'ng rollarni o'taydi. Ammo oldimizdagi vaqt o'zinglar o'ylab beqinglar, Qovda men sizlarga dedim, Qov bilan Qovning Saturn 0 darajaga qo'shqonga kirgan vaqtda Qovning 4 daraja 6 daqiqada Pluto bor. Shans nuqtasi 4 grad 7 daqiqada Pluto bilan juplashidi. Jasorating bo'lsa, talayim bor, sana kuchmi bor degan gap. Shunlashqa nihoyatda bu vaqtlarda yana birisiga bu Merkur beliq kirdi. Merkur beliqda ancha ishlamaydi. Menga biroz xiyolchan bo'ldi. Diqqatini ancha yig'ib ketolmaydi. Ammo oy tugunninki bu kuzay oy tuguni bilan juplashgan keyin xiyol qil. Xiyoling bormi? Arzuying bormi? Umiding bormi? Shuni xiyol qil, harakatga o't demoqchi. Bu yerda Venusmi 4 darajada beliqda. Venus beliqdan nihoyat yuksaldi. Bu chog'lar nihoyat tatliq gaplar bo'ldi. Bu 2-14-kuni bu Saturn kirgan bilan bu vaqtlarda boshlagan ishlar uzun muddat surdi. Ya barabar mangdigan yoki bo'ldi deydigan, chiroyli ayrildigan yoki chiroyli oldiga qarab mangdigan, jipni mahkam bog'laydigan vaqtlar. Venus beliqdan aytdi atvorliq bundaq qadrlaydigan, bir-birisini qadrlaydigan bundaq vaqtlar ashundaq bo'ladi. Bundan keyingi bu kishilik munosabat bir-birisini qadrlaydigan, masalan, yangidan muhabbatlashgan bo'lsa degandek. Bu munosabatninki ko'rinishi qanday desa, voy bu ikkisi shundoq bir-birisini hurmat qildi, bir-birisining qimmatini bak bilishdi degandek. Shundoq bir alohidlikka ega munosabatlar bo'ldi. Tatliq gaplar bo'ldi. Nihoyatda ahamiyatli vaqt 2-14. Endi 2-oyninki 20-sida Saturn bilan Neptun juplashidi. Bu vaqtda Saturn bilan Neptun 0 gradning 44 daqiqasida juplashidi. Juplashgan vaqtda yuksalganda yana qo'shqonning 2 darajasi bor. Bu tam yuksalgan darajasiga keldi. Harakatga o't, qo'rqma degan ishoratni bildirdi. Qo'shqonlar nihoyat talaylik. Qo'shqonlarning vazifasi
ko'zga ko'ringidek mundaq vazifa emas. Chunki Neptun bor emasmi? Ammo vazifani olaymi, olmaymi deb tang'irqab qoldigan ahvollar bo'ldi. Endi Neptun bilan Saturnning juftashishi mushundoq. Bu vaqtda oymi 10 daraja qo'shqada, e, ay qo'shqada ancha rahat emas. Nima o'ylasa shuni shaqqid davtidan. Qo'shqa burchi odatda kichik bolalarning xuylariga o'xshab qoldi. Turiblam xoplab ketsa, turiblam anandikin birdamda unutib ketadigan. E, ichida nima bo'lsa teshida shuni deydigan, harakatga o'tishdan qo'rqmaydigan, oqibatini o'ylamaydigan. Masalan, oqibatini ancha o'ylashib ketmay, mayli ziyon topdim, pay topamdim, ziyon topamdim, man bir qilib boqay deb, dettikam deb oldiga tushadigan mundaq nima. Bu vaqtda ay, quyosh 1 daraja beliqqa kirdi 2 oyning 20'si. Beliqqa kirgan bilan bu vaqtda bak sezgimiz kuchlanib ketadi. Endi bu 30 kun jarayonida bu beliqda quyosh bor. Anandan keyin Aytügünning 9 darajasida Aytügünning kuzey shimoli Aytügüni 9 darajada beliqda. Andan keyin Venusmi bu yerda birlashadi. Bu vaqtlarda tuzgan manchi bu Ching'je'dan keyinlam insonlar bir ay jarayonida biroz romantik bo'larmiki deb o'ylayman. Chunki Venus bek kuchlik beliqda. Merkurmi 19 darajada beliqda. Beliqlar o'zini ko'rsatadigan, sahnaga chiqadigan vaqtlar. Lekin men hozir faqat Saturn bilan Neptunning juftashishini 2 oyning 20'si shu bir ko'z o'tay deb mangdim, deb chiqdim. Endi yana bir videomda bu 12 burchninki Saturn bilan Neptunning juftashishi 12 burchdan nimani talab qildi? Qanday qilish kerak? Qaysi tuzoqlarga tushmaslik kerak? Degandek shu mazmunlarda so'zlab o'taman. Unda bo'lsa yana bir videomda ko'rishaylik. 12 burch uchun ayrim so'zlab chiqaman. Ma'qul hamsa, xayr xo'sh.